Qo'lqop kiyib chiqindilar orasida yurgan bu ayolni avval hech kim tanimasdi. Ko'pchilik chiqindini ko'rsa yuzini o'girib ketardi, ammo u chiqindidan ham imkoniyat topish mumkinligiga ishondi. Yaxshi kunlar sari aynan shu yo'l orqali qadam qo'ydi. Bir nechta qop va eski arava bilan ishni boshladi. Xo'jayinim ikkovimiz restoran, keyin katta kafelarni chiqindilarini olib chiqib ketishini gaplashardik. Biza chiqindisini olib ketsak, ham pul beraydi, ham olib kelib biza saralab, addenni qilib zavodlarga topshirardi. Ana o Gulmira jinni chiqindini pulga sotib olyapti degan. Sharoitimiz juda og'irlashib qolgandan keyin biza 2008-yil Rossiyaga borganmiz. 20 dona ish aravadan boshlaganman. Allohimga shukrki 93 ta texnikam bor. Gran Prix sohibasi Jumayeva Gulmira Tajiyevna. Qo'lqop kiyib chiqindilar orasida yurgan bu ayolni avval hech kim tanimasdi. Ko'pchilik chiqindini ko'rsa yuzini o'girib ketardi, ammo u chiqindidan ham imkoniyat topish mumkinligiga ishondi. Yaxshi kunlar sari aynan shu yo'l orqali qadam qo'ydi. Bir nechta qop va eski arava bilan ishni boshladi. Xo'jayinim ikkovimiz restoran, keyin katta kafelarni chiqindilarini olib chiqib ketishini gaplashardik. Biza chiqindisini olib ketsak, ham pul beraydi, ham olib kelib biza saralab, addenni qilib zavodlarga topshirardik. Kichik sarmoya katta umid uyg'otdi. Atrofdagilar uning ishini kulgu bilan qarshi oldi, ammo u to'xtamadi. Ana o Gulmira jinni chiqindini pulga sotib olyapti degan. Vaqtida onam qilma qizim shuni, ona ozgina sabrli bo'lavering, odamlar gapiraverib tursin, hali vaqt keladi, shunaqa katta zavod qurib yuboramiz deganman. Ko'chada chiqindidan bakalashka, plasmas, sarafan, boringki chiqindini eshak aravalarga berib, odamlar ishsizlarga berib, ular olib kelgan chiqindisini o'lchab olganman. Ularni sara qilib turib, saralaganman-da, zavodlarga olib borib topshirganman. Asli kasbi hamshira bo'lgan Gulmira Jumayeva 2008-yilda oilaviy sharoit tufayli ishini tashlab Rossiyaga yo'l oldi. U yerda chiqindilarni qayta ishlash zavodida mehnat qildi. Aynan shu yerdagi ish jarayoni uning hayotini butunlay o'zgartirdi. Hamshira bo'lib priyomkaga o'tirganman-da. Juda qiyin paytlar bo'lgan, unaqa katta oila olmaganmiz, kvartiraga yashaganmiz. Sharoitimiz juda og'irlashib qolgandan keyin biz 2008-yil Rossiyaga borganmiz. Xo'jayinim bilan birga 2 yoshli farzandimni onamga tashlab ketganman. O'sha yerdan ozgincha pul qilib, bu yerga kelib uy olish maqsadiga borganman. Rahbarim ayol kishi edi. Shu ayolga havas qilib, men ham mana shu ayolday zo'r rahbar bo'lishni orzu qilganman. O'zbekistonda borib ham xuddi shu chiqindini qayta ishlab, xuddi mana shunaqa ishlarni qilishni orzu qilganman. Oradan 8 yil o'tib, vatanga qaytgan Gulmira Jumayeva o'z tadbirkorligini yo'lga qo'ydi. Bugun u 13 turdagi yarim xomashyo mahsulotlarini ishlab chiqarib, yirik korxonalarga yetkazib bermoqda. Bugun hikoyamiz qahramoni katta tadbirkor. U asos solgan chiqindilarni qayta ishlash korxonalari yuzlab oilalar uchun daromad manbaiga aylandi. Hozirda Gulmira Jumayeva 5 ta mas'uliyati cheklangan jamiyatni tashkil etib, 500 ga yaqin ishsiz fuqarolarni doimiy ish bilan ta'minladi. Bugungi kunda tadbirkorlarga juda katta imtiyozlar berilyapti. Bu sharoitdan chiqib turib biz tadbirkorlar ishlamasak, faqat mehnat qilish kerak. Faqat mehnat qoldi, yo'q biz uchun ishlashimiz qoldi. Hamma sharoit bo'lib qoldi. 20 dona ish aravadan boshlaganman. Allohimga shukrki 93 ta texnikam bor. 3 ta tumanda xizmat ko'rsataman. Undan tashqari zavodimda mana katta yuk mashinalarim yuradi. Kuniga men shu zavodimdan kunlik chiqaradigan tayyor mahsulotim 35-40 tonna. Korxonasida ishlab chiqarish quvvatini oshirish maqsadida Xitoy Xalq Respublikasidan 100 ming AQSh dollar qiymatida zamonaviy uskunalar olib kelindi. So'nggi 5 yilda qo'l ostidagi korxonalarda 178 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Gran Prix sohibasi Jumayeva Gulmira Tajiyevna. Uning yillar davomidagi mashaqqatli mehnati e'tibordan chetda qolmadi. 2025-yilgi yil ayoli milliy tanlovining respublika bosqichida Gulmira Jumayeva ekologik mas'uliyat va eng samarali tadbirkorlik faoliyati uchun oliy sovrin Gran Prixga munosib deb topildi. Mehnatkash qahramonimiz prezident sovg'asi sifatida avtomobil bilan taqdirlandi. E'tibordan chetga qolib ketmadim. Haqiqatdan ishlagan shunaqa bir mehnatlarimni qadrlanganiga qancha azoblarim bo'lgan bo'lsa, hammasi yodimdan chiqib ketdi. Men xalqimda, prezidentimizda, ekologiya vazirida ham shunday va'da berdim.
1000 ish o'rini yaratishga. Haqiqiy prezidentimiz ishonadigan tadbirkor bo'lib, men o'tib ketganimdan keyin ham farzandlarim men bilan faxrlashni xohlayman. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.